Assalomu alaykum mehribonlarim, kuzatuvchilarim, qandaysizlar? Kuningiz qanday o'tdi? Qarang, ne ideyani. Meni bugun Rayhona qizimning xullas kalam shogirdimning shukrona kuni. Rosa taomlarda ideyani yaxshi ko'ramiz ona bola. Mana bunday qilib ideya qildik. Qarang, karam dolma, uzum dolma. Mana ikki xil tuyulgan manti. Bunday qilib bo'ldik yana. Yarimiga dolma, yarimiga pugidek qildik. Oshirma manti. Buni orasiga endi bitta tarelka qo'yib beraylik-da. Mana. Ofiyatli, mehribon, ota-onali, rizqili nasibali qiz bo'lsin. Ilmini Alloh ziyoda qilsin. Har doim shunday rizq butun qiz bo'lsin. Keling, taomlanib ketasiz. Xayr, omon bo'ling.